Xo'sh, unda hammaga yana bir bor assalomu alaykum, xush kelibsiz. Men ozgina gapirib o'taman. Savol yo'llagan ekan, ya'ni ko'p tushkunlikka tushib qolaman. Qanchadir vaqt siqilib yuraman, lekin turmush o'rtog'im ko'p sovg'alar beradi, ko'nglimdagidek har ko'nglimga qaraydi, e'tibor qiladi. Lekin shunga qaramasdan o'z-o'zidan tushkun holatga tushaman va bu 2-3 kunga cho'ziladi deb yozgan ekan. Ya'ni men to'liq ayta olmadim, qisqacha shuni tushuntirib beryapman. To'g'rimi? Hozir bergan anaqam ma'lumotim shunaqa bo'ldi, to'g'rimi? Yoki adashdimmi? Shunaqa savol edi. Aha. Va o'sha haqida men qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Bizda eng katta xato demaylik, ya'ni qiladigan narsamiz noto'g'ri harakat qilib qo'yamizda. Ya'ni o'zimizga shart qo'yamiz. Bu shart qo'yish, bu o'zimizga noto'g'ri narsa desam bo'ladi. Boshqachada o'yna qizim. Birinchi shartimiz kayfiyatsiz yuraman. Aslida kayfiyatsiz yurishim kerak emas, chunki erim yaxshi. Erim xohlagandek qilyapti va men istagandek hayot, men istagandek turmush o'rtoq, lekin tushkunlikka tushyapman, kayfiyatsiz holatga tushib qolyapman. Bu yana bitta shart. Ya'ni kayfiyatsiz holatda ham yurish bu norma. Bizlarga o'zimizga talab qo'yib tashlaganmizda, er yaxshi bo'lsa kayfiyatsiz yurish bu noto'g'ri yoki sovg'alar doim berilsa bu kayfiyatsiz yurish noto'g'ri. Ya'ni kayfiyatsizdan keyin o'sha momentda kayfiyatsiz bo'lishimiz kerak, lekin 3 kunga cho'zilmasligi kerak. Kayfiyatsiz holatimiz bizani noto'g'ri hayotda yashayotganligimiz, tanani noto'g'ri harakatga keltirib kelimizni hisobga bo'ladi-da. Tanamiz istagan narsasi qilinmadi, istagan narsasi bo'lmadi va o'sha tushkunlik holatida o'ziga kerakli narsani oladi. Ozgina bo'lsa ham mazza qilib oladi shu tushkun holatdan. Lekin o'shanga ham qo'ymasligimiz kerak-da, tushkun holatga qo'ymasligimiz kerak. U majbur tushkun holatga tushmasligi kerak. Majbur kulib turishga, majbur kayfiyati zo'r bo'lishga degan shartimiz bor, talabimiz bor o'zimizni tanamizga nisbatan. Va talab qo'yganimiz sari tushkun holatga tushib qolyapmiz-da. Tushkun holatga, ya'ni kayfiyatsiz holatga tushish bu norma va har doim tushgan paytda ruxsat berish kerak. Mazza qilishga, shu kayfiyatsiz holatdan mazza qilishga. Ruxsat boshqalarga gapirmaslikka, boshqalar bilan umuman chiroyli munosabat qura olmaslikka, qancha kerak bo'lsa shuncha munosabat qila olmayman. 3 kun kerakmi, 5 kun kerakmi, men shu holatdan chiqib olgunimgacha tanamga ruxsat beraman. Yana mana bunaqalar bor-da, biz ko'p ko'rganmiz. Baxtli oilalarda sovg'a, salom qilganlarini turmush o'rtoqda va uni biz o'zimizga o'zlashtirib olganmiz. Bu meniki. Sovg'a bergan erkak bu meni turmush o'rtog'im. Kiyim kechak xohlaganimda pul berishi bu meni turmush o'rtog'im. Aslida aynan biz xohlayotgan turmush o'rtoq asl tabiatimizda yo'qdir, lekin ko'pincha
tashqaridagi internetdan ko'rgan narsalarni ko'rib qaysidir holat bizga to'g'ri kelmay qolsa, turmush o'rtog'imiz ozgina sovg'a bermay qo'ysa, bo'ldi, men baxtsiz holatga kirdim. Bu oilani men xohlamayotgandim. Men bunaqa turmush o'rtoq xohlamagandim. Aslida men baxtni shu gullarda, sovg'alarda deb o'ylagandim va o'ylaganimiz uchun mana sovg'a salom berildi, yana tushgan holatga tushib qoldik. Baxt bu sovg'a salomda edi-ku, nega bu tushgan holatga tushyapman? Baxt menga shirin gapida edi-ku, yana shirin gap ham bo'lyapti. Nega yana tushgan holatga tushyapman? Ya'ni tushgan holatmi, kayfiyatsiz holat menimcha. Shu ikkalasi bir xil-ku, shunaqa aytib ketaveraman. Nega bunaqa bo'lyapti? Hammasi bo'lyapti-ku, joyiga yana shunaqa, yana talab, yana shart. Aslida biz ko'rgan narsalarimizga qarab emas, biz nima xohlayotganligimizga qarab ketishimiz kerak. Asliyatimizda nima xohlaymiz aslida? Aslida turmush o'rtog'i bitta shirin so'zi, sovg'a bo'lmasa ham uni yaxshi ko'rish, uni boricha qabul qilish, sizni qo'llab-quvvatlashi, sizni eshitishi aynan muhimdir-da. Aslida shu muhimdir. Lekin biz talab qo'yganimiz sari va o'sha talablarimiz bajarib bergandan keyin u birovni maqsad, orzu maqsad edi va o'sha birovnikini o'zimizga o'zlashtirganimiz uchun ham oxirida biz baxtsiz bo'lib qolamiz. Oxirida nimadir yetishmayotgandek. Biz o'ylagan o'y-xayollarimizni yaratdik. Xohlagan sovg'alarni oldik, lekin yana nimadir yetishmayapti. Yana tushgan holatga tushamiz. Nimadir yetishmayapti, nimadir kam, nimadir bo'lmayapti. Internetlarda ko'ramiz, kimdir Dubayga borsa, voy Dubayda maza qilib baxtli qilyapti. Men ham boraman. U yoqqa boradi. Ozgina vaqt maza qiladida, keyin yana tushgan holatga tushib qoladi. Shu bu yo'q, bu bo'lmas ekan, Dubay bo'lmas ekan, men boshqa joyga borib ko'rishim kerak. Yana boshqa joyga boradi. Keyin kimdir mashinadan boshlaydi. Hamma Lacetti olyapti, men ham olay, ular maza qilyapti, men ham maza qilishim kerak. U Lacetti bizlarni xohishimiz bo'lmasligi ham mumkin-da. Lacetti oladi. Keyin Lacetti ham ozgina maza beradi-da, birozdan keyin yana maza bermay qo'yadi. Voy, bu bo'lmadi. Yana boshqasini olib ko'raychi, Malibu olib ko'raychi, Malibu oladi. Bunda ham baxt topa olmaydi. Keyin undan yana zo'rrog'ini oladi, yana u baxt bermaydi va hech qachon baxt topolmaydi. Agar kimdir orzulariga qarab intilib ketaversa-da, inson o'zini asliyatidagi narsani, nima xohlayotganligini anglasa, tushunib yetsa va haqiqatan o'zini asliyatini ochganda topadi o'sha narsani. Maza qilishni topadi. Voy, mana-ku, hech narsa bo'lmasa ham baxtli bo'lsa bo'lar ekan-ku. Mashinada maza ekan-ku baxt deb tushunib yetadi, agar o'zini asliyatini topa olgan bo'lsa. Chunki har bir inson, ya'ni biz insonlar hech kimga o'xshamaydigan xohishlarimiz borda, bir-biriniga o'xshamaydi xohishlar. Har bir inson xohishlari har xil, chunki uni his-tuyg'ulari har xil. Hech kim bir-biriga o'xshamagan, biz insonlar bir-birimizga o'xshamagan mavjudotmizda. Ko'rinish jihatdan o'xshasak ham, ichimizdagi his-tuyg'ularimiz, xohishlarimiz umuman farq qiladi. Umuman butkul farq qiladi. Shuning uchun insonlarni insonlarga solishtirish bu juda katta xato. Ana uni farzandiga qara, u unaqa bo'lib ketdi, bunaqa bo'lib ketdi. Yo'q, unaqa bo'lish shart emas. Eng muhimi o'zini hayotida maza qilib yashash, o'zini asliyatida maza qilib yashash, hech kimga o'xshamaslik, boshqalarga o'zini solishtirmaslik insonni ko'proq baxtli qiladi. Agar biz o'zimizni solishtiraversak, ana unda yaxshi ketyapti-ku, nega menda yaxshi ketmayapti degan ichimizda qaysidir his-tuyg'ular o'tib ketayotgan bo'lsa, u ham bizani tushkunlikka, baxtsiz holatga tushirib qo'yadi.
mana shunaqa agar boshqalarni xohishlariga qarab ketaversak, boshqalar qilayotgan narsani biz ham xohlab ketaversak, ko'p insonlar mana bitta maqsadni orzu qilib olishgan. Uyim bo'lsa bo'ldi. Bu maqsad umuman kerak emas bo'lishi ham mumkin. Uyim bo'lsa bo'ldi deydida faqat umr bo'yi uy qilishga tiq uyim bo'lsa baxtli bo'laman deb o'ylaydi-da. Aslida biz hammamiz o'zimizni asliyatimizdagi sevgini qidirib ketayotgan insonlarmiz-da. Asl baxtni, sevgini qidirib ketayotgan insonlarmiz. Uyim bo'lsa maza qilaman. Keyin uy oladi, uyda ham mazza bo'lmaydi. Keyin mashina oladi, unda ham mazza bo'lmaydi. Chunki uni kim qilyapti? Hamma qilyapti. Hamma qilgani uchun biz qilyapmiz. Shuning uchun baxtsizmiz. Hamma insonlar baxtli ko'rinayotganga o'xshaydi, lekin ichida baxtsiz. Ular chunki hammaga qarab intilyapti. Hamma shuni qildimi, bo'ldi, biz ham qilishimiz kerak. Hamma uy qurdimi, bo'ldi, biz ham uy qurishimiz kerak. Hamma mashina oldimi, biz ham mashina olish kerak. Bizning maqsadimiz birovlarning maqsadini o'zimizga qilib olganimiz. Ya'ni o'zimizga qilib olganimizda o'sha maqsad bo'lib qolgan. Aslida u emasda bizning asl xohishimiz. Uysiz ham kvartirada yashayotgan insonlar juda ko'p. Va o'sha qurgan uyi o'ziga nega baxt bermaydi? Va o'sha qurgan uyida emas, kvartirada yashaydi juda ko'p insonlar. Juda ko'p insonlar uyini quradi nomiga, lekin unda yashamaydi. Yillab yashamaydigan insonlar bor, lekin shunaqa dang'illatib qurib, yillab o'zi yashamaydigan insonlar juda ko'p. Chunki asliyatida u emasda uni xursand qiladigan boshqa narsa. Shuning uchun biz o'zimizni topishimiz kerak. Aslida nima xohlayotganimizni anglashimiz kerak. O'shanda mazza bo'ladi. Hayotdan zavqlanib yashayveramiz. Xo'p, yana inson aslida o'zini asliyatini uyg'otishi va aslida nima xohlayotganligini anglab olish kerak. Rostdan men xohlayapmanmi shuni? Rostdan uy xohlayapmanmi? Rostdan mashina xohlayapmanmi? Agar u kimnidir xohishidagi xohishi bo'lsa, baxt bermaydi. Umuman baxt bermaydi. Va men bu narsani o'zimning tajribamdan ham ayta olaman-da. Men ko'p insonlarning xohishlarini o'zimga qilib olganim anglaganman-da. Mana ko'proq Dubayga hamma borgan-ku. Men Dubayga borganimda hamma xohlagan uchun borganman-da. Men ham Dubayga. Keyin anaqada ham Shahzoda Muhammadiyev ham aytib o'tganda, menga hamma Turkiya yaxshi deydi. Bitta gap esimda qolgan. Lekin Dubay menga yoqadi deganda, chunki hamma xohishi har xil-ku. Keyin aytganman, Dubay qanaqa ekan deb qiziqish paydo bo'lganda, aslida men Dubayga matrisada ketganman. Matrisa ongida ketganman Dubayga. O'zim xohishim bilaman, atrofdagilar borgani uchun men ham shu tarzda umuman xohlamagan. Ayniqsa turmush o'rtog'im ko'p Dubay derdi-da. Endi turmush o'rtog'imda mendagi bilim yo'q. Chunki Dubayga hamma borganini ko'rgan va Dubayga men ham boraman, ular mazza qilyapti-ku degan his-tuyg'u uyg'ongan va o'shaning hisobiga Dubay deganmizda. Menda uncha balki rostdan ham men ichimda ham bo'ladi, chunki turmush o'rtoq bu meni aksim-ku. Shu aks ettirib bergan bo'lish kerak. Ko'p narsani ba'zida anglolmaymiz. Anglolmaganimiz uchun bizga turmush o'rtoq beriladi. Turmush o'rtoq bu bizani aks ettirib, ichimizdagi his-tuyg'ularimizni ko'rsatib beradigan shaxsda 100% ko'p narsalarni anglolmaymiz. Nima ichimizda jarayon bo'layotganini turmush o'rtoq ko'rsatib beradi. Va bordik Dubayda, men anaqa rostdan ham mazza his-tuyg'usi bo'ladi-ku. Yumshoqlik, rostdan ham tanam yayrab oladigan darajada hisni ko'rmadim. Dubayga borib mazza qiladigan narsa ko'rmadim. Hamma borgan joy, hamma ko'rgan joy men uchun oddiydek tuyuldi.
balki kibrim yuqoriligidan bo'lishi mumkin balkida, lekin men shunaqa his qildim, rostdan mazza qilolmadim. To'g'ri, yoqadigan joylari bo'ldi, lekin hozirgi paytda Dubayda yashaysanmi degan variant bersa, men Dubayda unchalik yashayman degan qilmagan bo'lardim. Lekin sharoitlar juda zo'r, komfort darajada, adashib qolmaysiz. Yashasa yashaydigan joy, rostdan ham mazza qilib yashaydigan joy, adashib qolinmaydigan, shunaqa komfort qilib qo'yibdi-da. Cho'lli joy, masalan, Dubay cho'lda shunday farq qilgan. Bizda unchalik cho'l yo'q-ku, bizda shuncha sharoit yo'q-da. Shunaqa. Biza matrisani ortidan quvadigan bo'lsak, matrisa ongida harakatlanadigan bo'lsak, bizga mazza bermaydi. Faqat pulimiz ketadi. Hojam. Shunaqa. Keyin boya savol bergan insonga aytaman. O'zingizni ayblamang. Hech qachon men nima deydi, ayblovga kirib ketamizda, men 3 kun stressga tushib qoldim, boshqalarga yaxshi gapira olmayapman, aslida yaxshi gapirishim kerak-ku degan ayblov bo'ladi-da o'zingizda. Qancha ayblaganingiz sari o'zingizda kuch qolmaydi. Qancha ayblaganingiz o'zingizda energiya qolmaydi. Qancha ayblaganingiz sari kuchsiz bo'lib qolasiz-da, borgan sari hayotdan zavq tuymay qolasiz. Hayot mazzasini tushunmay qolasiz. Ana shu ayblovga kirib ketsangiz. Ayblov insonni faqat barbod qiladigan narsa, boshqa hech narsa emas. Keyin qarish jarayonini ozgina aytib o'tib ketaman. Ma'lumotlar. Qarish jarayonini ham xuddi shunaqa. Biz o'zimiz xohlamaydigan tabiatimizda yursak, o'zimiz sevmagan narsalarda yursak, o'zimiz yoqtirmaydigan ishda ishlasak, o'zimizni qiynaydigan vaziyatlar bilan kurashsak, vaziyatni qo'yib yubora olmasak, stresslarda ko'p yursak, ko'p asabiylashsak, qarish jarayoni juda tezlashib ketadi. Inson qanchalik sevgida, o'zi xohlagan hayotda mazza qilayotgan bo'lsa, o'zi rostdan o'zi xohlayotgan kasbda yoki o'zi xohlayotgan mashg'ulotlar bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, ular naborat yosharadi, yuzida taranglashish ham bo'ladi avtomatik ravishda. Ovqat tizimida ham aslida bizning his-tuyg'ularimizga bog'liq. Asnonan juda eng ko'prog'i bu bizning his-tuyg'ularimizga bog'liq. Qarish jarayoni bizning his-tuyg'ularimiz juda ham normada, yaxshi kayfiyatda yuradigan bo'lsak, qarish jarayoni kam bo'ladi. Lekin ovqatga ham bog'liqlik joyi bor. Ovqatni ham ko'p iste'mol qilib qo'yish. Misol, tanani qiynab qo'ygandan keyin tana o'zidan отказ qiladi-da, ko'p belgilanish tana bildiradi. Yoki noto'g'ri ovqatlanish, ovqatlarni ham dieta asosida, dieta deganda ochlik e'lon qilish emas, saralab yeyishni o'rganish kerak. Vitaminga boy narsalar yeyish, kollagenga boy narsalarni yeyish ham insonni yoshartiradi. Shu qisqacha shu ma'lumot. Kimda savol bor? Savolim sizga aniq, javobim sizga qoniqarli bo'ldimi? Sohiba. Rahmat. Nima anglashlar oldingiz? Angladingizmi biror narsalarda? Bo'lisha olsangiz bo'lishing, bo'lisha olmasangiz ham mayli.
Kimda savol bor yana? Endi savolga o'tamiz. Sevara Abdullayevna. Ha, angladik. Savol bo'lsa beringlar, men javob berib o'taman. Minnatdorman debdi Sevara Abdullayevna. Rahmat. Sizdan ham minnatdorman. Vaqtingizni ayamay tinglayotganingiz uchun. Rahmat debdi. Savolingiz uchun rahmat. Bitta savol bilan qancha anglashlar ochilib ketdi. Juda shovqin menda. Unday savol bo'lsa agar yozsangiz bo'ladi. Siz yozgan savolingizga javob beraman. Kimdir ovoz ochib anaqa savol beradigan bo'lsa bemalol ovoz ochib anaqa qilsa bo'ladi. Nima bo'ldi qizim? Nima yedingiz? Ishlama qizim. Qizim, bunday qilmadi. Qo'lim tishlab oldi. Qizim unaqa yemaydi-da. Qo'lim rosa qattiq tishlab oldi. Simchkani anaqasi po'chog'ini yevoribdi. Qanaqa qilib qaytarib tupurib tashladi. Qo'lim. Po'choq yeb bo'lmaydi-ku qizim. Xo'sh, qani o'qiylikchi. Ko'p narsalarni bo'lishaman o'zingiz bilan debdi. Chiqasan. Doim sizni kuzataman debdi. Rahmat. Rahmat Sevara Abdullayevna, rahmat kattakon. Esasan jihligi men aksim ko'rsatyapti. Da. Ko'pincha mana bu bilimlarga kelganda himoya katta uyg'onadi-da. Bu himoya asliyatimizga qaytmasligimiz uchun katta bo'ladi-da. Chunki bizning qasamlarimiz bor. Qaytmayman asliyatimga degan qasamlarimiz bor. Buni yana chaynayapsanmi qizim? Shu qasamlarimizni esingizga tushib ketadi yoki og'riqli vaziyatlarimizga kiramiz-da bu bilimlarda. O'sha og'riqli vaziyatlarga kirmaslik uchun himoya bo'ladi. Shuning uchun injiqlik, atrofda shovqin, suron hammasi bu bizning ichimizdagi himoyani hisobiga bo'ladi. Yana qachon efir qilasiz debdi. Men o'zimga ruxsat beraman har doim. Qachon efir qilgim kelsa o'sha paytda qilaman. Men o'zim shunaqa darajaga kelganman. Tanamni majburlamaydigan darajaga kelganman. Agar xohishim bo'lsa qilaman, xohishim bo'lmasa qilmayman. Men ham bilaman reklamalar qilib kanalimga odam to'plab olsam bo'ladi-da. Lekin keyin pul ishlash maqsadim yo'q-da meni. Keyin kurslar ochib tashlasam bo'ladi. Men o'zim o'sha jarayonda mazza qilishim kerak.
men kurs o'tayotganimda insonlarga natija berishim kerak. Shuning uchun kanalimda qancha inson meni eshita oladigan darajada bo'lsa, o'zlari meni topib keladida. O'zlariga ruxsat berganman, o'zlari topishiga. Men reklamalarni pul to'lab qilmayman. Keyin tanam majburlab dars o'tgim kelmaydi. Masalan, endi shuncha odam yig'ib oldim. Kurs o'tishim kerakmi? Misol uchun yig'sam-da, pulga yig'adigan bo'lsam, ularga kurs o'tishim kerak. Kurs o'tayotgan jarayonda men maza qila olmasam, qiynasam tanamda, pulini olib qo'ydim deb majburlaydigan bo'lsam, men ularga sevgidagi natijalarni bera olmasligim mumkin-da. Sevgida natija bera olmasligim mumkin. Men insonlarga sevgidagi o'zim holatimdan kelib chiqib, men o'zim qanday natijaga kelgan bo'lsam, ularga ham shunday natija bera olishim kerak. Menda hozir natija, masalan, ko'p natijani pulda, mashinada o'lchashadi-ku. Menda ichki xotirjamlik, hamma narsani anglay olishim, shu meni ichki holatimda natija juda katta. Xotirjamligim, o'zimga bo'lgan sevgim. Mana shular menda hozircha katta natija. Va men bundan juda ham xursandman. Kibrni ortidan ketmayotganligim. Vaqtida juda ham kibrga berilgan bo'lganman. Kibr ortida hammaga o'zimni ko'rsatib qo'yish niyatim bo'lgan. Lekin o'sha narsalarni hozir anaqa qilgim kelmaydi. Unaqa kibrlarim erib ketganda. Shunaqa gaplar. Voy canım. Savol bersalaring bo'ladi, beringlar, savollarga javob beraman. Zo'r fikr aytdingiz. Aziza, yaqin o'rtog'i bo'laman, Aziza. Ha. Bo'ldi, tanidim endi bo'lmasam. Iloji bo'lsa yangi efirni kechki soat 21 ga qiling, iltimos. Bo'ladi. Harakat qilamiz. Savol bo'lsa beringlar, yozsanglar bo'ladi. Ovozda gapirsanglar bo'ladi savolni. Bemalol savol beringlar, maza qilib javob olasizlar. Nahot hech kimda savol yo'q bo'lsa. Shuncha odamdan. Savol yo'qmi? Ozgina kutamiz, agar savol bo'lmasa, savol bersanglar, anaqa ma'lumot berardim, juda ham chiroyli qilib. Aha, bo'lmasa, hamma shu yerda qolsin. Savolimga javob oldim deb yozibdi.
Minnatdorman. Sizdan ham minnatdorman. Ovoz yozmang, maza qilib gaplashaylik debdi. Unda hozir ovozni o'chiraman, keyin bemalol fikrlaringizni bo'lishsangiz bo'ladi.